birovni haqqini yeb qochib yurganlar G'uzordan. 3-4 kunda qochib yurasiz xolos, 3-4 kun xolos. 3-4 kun. O'sha qatta bo'lsangiz ham Rossiyaga qochib ketganmisiz, qatta bo'lsangiz ham Alloh taoloda Azroil alayhissalom degan farishtasi bor, yetib boradi siz oldingizga. Joningizni shular sug'urib oladiki, 150 yil chirigan xudodan so'rgandan battar oladi. Lekin birov yana aytyapmiz, birovning haqqini yemagan, to'g'ri mehnat qilib yurgan, savdogarchilikni qanaqa holatda halol mehnat qilib yurganlar o'limdan qo'rqmanglar. O'lim bu baxt o'zi asli. Bo'ladi. Nimaga siz o'liman musulmon, buni bajaradigan farishtalar musulmon. Biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Birovning haqqini yemang. Yemang birovning haqqini birodar. Mani taniyotgan bo'lsangiz, bitta katta limonlarda bittangiz bor, taxta ko'prikda bittangiz bor, ana bitta sabdada ko'kalar bor, kombinatda borlar. Hamma jo'yatsa, 2 mingtadan ko'rdi. Taxta ko'prikda bittasi bor.